Bu loyiha Xalq banki hamkorligida Andijon viloyati Andijon tumani Bobog'ozi MFYda joylashgan 11-25 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Maydon hajmi 11 gektar, uzunligi 520, bo'yi 200 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda kartoshka gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 47 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklariga 23 sotikda yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani amalga oshirish uchun lider tadbirkor Eko Interval MChJ kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Ushbu hosil yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalari daromadlarini yanada oshirib borish rejalashtirilmoqda.